Shashliklarni bepulga yeb ko'rib, ta'mi yoqsa keyin sotib oladigan joy borligini bilarmidingiz? Bu yerda marinad shashliklarni 12 xil turi bor. Eng asosiysi go'shtni местный o'zimizning ishonchli sifatli go'shtlardan tayyorlashar ekan. Xohlasangiz qo'yjaz, xohlasangiz moljaz. Qiymani o'zini ham 2 xili bor. Jaydari qiyma hamda g'ijduvon qiyma. Rulet, Napoleon, baliqli deysizmi? Qovurg'ali shashliklari ham bor ekan. Xom go'sht bo'lgani uchun mazasiga ikkilanishingiz tabiiy. Joy egalari siz tanlagan marinadni bittasini pishirib, bemalol yeb ko'rish uchun taqdim qilishadi. O'zim sizlarga tavsiya berishdan oldin hammasidan bitta qo'rani tepasida yeb ko'rdim. Shashliklar rostdan ham juda ham mazali, yumshoqqina pishgan, sochniligini mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Eng qizig'i, tog'oraga buyurtma qiladigan bo'lsanglar, pishirib, ukrasheniya qilib berishlari ham hammasi bepul bo'lar ekan. Beshqayrag'och marinad 5 yildan beri o'z faoliyatini yuritadi. Bu yillar davomida Abdurahim aka mazali shashliklari bilan ko'pchilikka tanilishga ulgurdi. Shashliklarning narx-navolari ham hamyonbop. Agar sizlar ham u joyga yig'inga olib bormoqchi bo'lsanglar yoki yaqinlar davrasida o'zingiz pishirmoqchi bo'lsanglar, albatta beshqayrag'och marinadni tavsiya qilaman. Dastavkasi ham bor. Beshqayrag'och marinad ertalab 8 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Beshqayrag'och non bozoridan o'tib kelaverishingizda yuvelirniyni shundoqqina ro'parasi.